BMW'chilar bormidi? Akalar bu mashinani bozorga chiqishini uncha-muncha BMWchi akalarimiz poylab yuradi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan BMW 740 Semyorka. Menimcha 3 litrlik dizel motor ekan, turbo ekan. Kraskalari absolyutni top-toza ekan mashinamizni. Salonlarini bitta ko'rib chiqamiz. Bismillah. Salonga kirishdan oldin mana ko'rish kerak. Voy mashalloh. Salonning holatlari asal holatda turibdi. Bironta sidinasini ko'jalari titilib ketmagan yoki sinib ketmagan. Holatini bitta ko'ringlar akalar. Yuklari ham. Davochiklari 4 ta eshikki muammosiz ishlab turibdi. Klimat kontrol orqaga ham o'tgan ekan. Mashinaning holati ishoninglar, lekin vash bomba bo'lib turibdi. Bagajlarni ham bitta ko'ramiz. Bu 2014 21 ming o'zini halol probeg a. BMW 740. Kamchiliklar nima kamchiliklar bor? Hech qanday kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'q a. Puli nima deyapsiz? 38. 38 kami bor a. Telefon nomer 94lik 659 3205.